Şanganlıktan geçenler liksiyelerimizde devamlaştırımız bugünkü Çiğsağ 2019 yıl 9. ayının 5. günü haftige Perşembe. Endiki mevzumunda vatandaş. Şanganlıkla demokratik kelgisi buluşu lazım. Avam Palata başlığı Şangan memurunun kanun layihine çekindirgenliği doğrusu da bayanat ilan kıldı. Mavzulu haber 9. ayının 5. günü Amerika Avazı'nın Xitay Til programı ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Şangan memuru Lin Jingyue 9. ayının 4. günü Qaçqınlar kanun layihesi çekindirgenliğini ilan kılgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasının başlığı Nancy Pelosi hanım bayanat e'lon qilib bu xatarli qonunni chekindirganligini qarshi oladiganligini bildirdi va texmi ko'p atrofliq Şangan xalqining talablarini qondirishga chaqiriq qildi. Lekin Davlat Majlisi Kengash palatasi ko'p sonli partiya boshlig'i Michel Carnel haftaning 2. kuni Jungo hukumatini ayblab ot bilan o'ynashyapti deb ko'rsatdi hamda Amerika Beijing Şanganlıklarının her qanday huquqlarini bostirish urinishlarga qattiq javob qaytarishi kerak deb ko'rsatdi. Şanganda Jungo hukumati bostirish edib qolsa, Amerika qattiq javob berish kerak dedi. Nancy Pelosi xonim bu to'g'rida San Fransisko shahrida bayonot e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Xatarlik o'tkazib berish qonuni burunli chekindirilishi kerak edi. Şangan xalqiga haqiqiy holda o'zini o'zi boshqarish huquqi berish kerak va vahima qilmaydigan erkin kelgusiga Şangan xalqi ega bo'lishi lozim. Yaqindan beri bir necha hafta ichida Şanganda ko'tarilgan zo'ravonlik Şanganda namoyish jarayonida ko'tarilgan zo'ravonlik ba'zi namoyishchilarning hayotdan ayrilishidan iborat tragediyalarni paydo qildi. Bu ish tugishi kerak, ya'ni oxirlashi kerak. Bayonotning oxirida mundaq deyildi: biz Amerika Davlat Majlisida ishga partiya qo'llaydigan Şangan kishilik huquq qonun loyihasini tezlik bilan ilgari suramiz. Amerikaning demokratiya va kishilik huquq to'g'risida bergan va'dalarini qayta sharhlaymiz va ta'kidlaymiz. Amerika Davlat Majlisi Avam Palata boshlig'i Demokratlar Partiyasining a'zosi Nancy Pelosi xonim bayonot e'lon qilishdan burun, ya'ni Şangan memuri Lin Jingyue qonun loyihasini chekindirishdan burun Davlat Majlisi Kengash palatasi ko'p sonli partiyaning doisi Michel Carnel, Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi ham bu arbob haftaning 2. kuni Şangan vaziyati to'g'risida Jungo hukumatiga qattiq ogohlantirish berdi. Davlat Majlisi a'zolari qonun loyihasini chekindirish texi yetishmaydi dedi. Beijing Şanganni o'zini o'zi boshqarish, ya'ni bizning tilimizda biz xalqarodan olgan hukmlar bu o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risida bergan va'dasiga amal qilishi lozim. Kapital Xiyol Şangan memuri 4. kuni qonun loyihasini rasmiy chekindirganligini e'lon qildi. Ondan keyin Davlat Majlisida ishga partiyaning a'zolari bayonot e'lon qilib, Kapital Xiyol gazetida bayonot e'lon qilib, Şangan hukumatining qarorini qarshi oladiganligini bildirdi. Va Beijingga bergan va'dasiga amal qilishini ta'kidladi. Senator Marco Rubio chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Şangan hukumatining qonunni chekindirishini qarshi olamiz. Lekin texi bu yetishmaydi. Demak, talab 5. 5 talabning ichida hozir Şangan ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue qonunni chekindirishdan iborat 2. darajalik xalqiliq masalalar qildi. Buning ichida 1. darajalik xalqiliq masala, masalan, Şanganda umumiy saylanma olib berish. Buningda Marco Rubioning fikri
ve Nancy Pelosi hanımının fikri öz taqdirini özü belgileşke münasebetlik buludu bu. Çünkü umumi saylam arkalık öz taqdirini özü belgileşni şanganlıkla işe aşırışı gerek dedi.